Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yeridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarningki davlat bayrami muborak bo'lsin. Men Nurga yoshlar uyushmasining raisi Nijat Tursun bo'laman. Yanimda o'tirgan bu qarindishimiz bo'lsa, Dilyar Musaboyev, ya'ni hammanglarning torlarda va ba'zilaringning torda bilgandek Umid Musaboyev ismi bilan atilib kelgan qarindishimiz. Assalomu alaykum qarindishim. Oldi bilan davlat bayrami muborak bo'lsin. Xush kelding Nurga. Va alaykum assalom, rahmat. Sening davlat bayrami muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, rahmat. Qarindoshlar, hammanglarning bilgidek biz Nurga yoshlar uyushmasining sohibxonligida 11-ayning 9-kunidan 11-ayning 13-kunigacha biz har qaysi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik yoshlarning Nurgaga kelib, bu yerda buningdan keyingi Sharq Turkistonningki davodagi bizning yoshlarningki roli nima bo'ldi, nima ish qilishimiz kerak to'g'risida bir qitimliq bir muzokara yig'ini ilib berildi. Bu muzokara yig'inining xulosasida bir yangidan bir dunyoga kelgan bir tashkilot vujudga keldi. Bu tashkilotningki ismi bo'lsa Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi. Bu qurultiyimizningki bosh kotibini Dilyar Musaboyev oldi. Avval seni tabriklayman qarindishim, muborak bo'lsin. Rahmat. Qarindoshlar, bu tashkilot qurilib, bundan keyin nima ish qildi va qanday shaklda qurildi, buningki asosiy mazmunni biz Dilyar qarindishimizdan birlikda anglaymiz. Xo'sh. Bo'ldi. Oldi bilan Norvegiyada bizni nihoyatda yaxshi kutib olganlarga va bu Norvegiyada bizga bu muzokara qilish, bu maydonni yaratib berishda, bizga bu sharoitni hozirlashda kuch chiqarganliginglarga rahmat aytaman. Melarning bilgandek, navbatda Sharq Turkiston vaziyati nihoyat keskin. Sharq Turkistonning navbatdagi va kelgusi vaziyati to'g'risida yoshlarga o'ylanish kerak. Yoshlarga bir rolini elish kerak o'zining. Shuning uchun biz bu yerda muzokara ilib bordik va sening xabaring bo'lganidek, bu yerda Sharq Turkiston Cumhuriyet kunida bir xush xabar dunyoning 5 davlatidan 5 yoshlar tashkilotining birlashishi bilan yeni bir federal sistemidagi tashkilot vujudga chiqdi. Bu tashkilotning ismi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bo'lib bekitildi. Endi bu muzokara jarayonlarida har qaysi davlatlardagi tashkilotlarning bu yerga kelgan vakillari nihoyatda muhim nuqtalarni, nihoyatda jiddiy bo'lgan nuqtalarni o'tirib qo'ydi va muzokaralashdik va oxirgi natija, ya'ni oxirgi qaror mushta bir tashkilotning jiddiy kerak ekanligi va yeni bir yoshlar uchun yeni bir sistemaning, yeni bir vizyonning kerak ekanligi uchun bu tashkilot qurildi. Muborak bo'lsin deyman. Bizning Nurga yoshlar uyushmasininki buning ishlarining hammasidan bizning xabarimiz bor. Biz Nurga yoshlar uyushmasi albatta sizlarni tabriklaymiz va buningdan keyin Nurga yoshlar uyushmasininki bu yangi qurilgan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bilan baravarligimizning bugun tunji qadami deb qarayman. Buni men muboraklaymiz kelimizni va buningdan keyin davomli kuchayib va hatto balki inshaalloh dunyoning har yeridagi yoshlarningki birlikda bir qo'ldan chiqarib dushmanimiz bo'lgan Xitoyga qanday taqobil turimiz deydigan, ya'ni mushunga o'xshash bir yig'ilishni erkin shaklda o'tkazib va Xitoyga o'zimizning yoshlarning qanchalik kuchliligini ko'rsatib qo'yishning vaqti yetib keldi va buningdan keyin birlikda bu yo'lga chiqishimizni hammamizdan so'rayman. Albatta, hozir biz nihoyatda chechilang'i har qaysi, ya'ni bizning o'tiraqlashishimiz, yashashimiz nihoyatda chechilang'i nurg'un davlatlarda. Shuning uchun menimcha bu tashkilotlar, ya'ni har qaysi joylar tashkilotlar va mayli mavjud tashkilotlar bo'lsin yoki yoshlarning tashkilotlari bo'lsin, biz cho'qim bir hamkorlik sistemasi o'rnatib, bir to'rlashgan shaklda birga yoshlar hamkorligida bir harakat qilish jiddiy ehtiyoji hozir. Hem bu qitimliq bu muzokara jarayonidagi sizlarning sohibxonliginglar va bu yerda fikrlaringlarni qatnashtirishimi bu intayin yaxshi bir hamkorlik oldu deb qarayman. Fikr almashtirish oldu. Bundan keyin menimcha tashkilotlar hamkorlashishi va fikr almashtirishi intayin muhim va kerak deb o'ylayman. Shunga inshaalloh bu qurilgan tashkilot va Uyg'ur yoshlar uyushmasi bilan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining bu birinchi qitimliq hamkorligi inshaalloh tarixning bir yangi beti ichilishiga va Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga va Sharq Turkiston davosiga yeni bir bosqichga ko'tarilganligiga bir boshlanish bo'ladi deb o'ylayman inshaalloh. İnşallah. Daim bu so'zda bo'ladi.
Unda olsa sizlarga utuq tilaymiz. Rahmat, Har rahmat. qanday bir məsləhət və ya fəaliyyət və birlik olsa, bunundan bildirməmiz və Xitayğa bununki əməliyyatda aşkırdıqan, yəni əməliyyatda bizdən birləşəliklərimizi həmmə xalqqa birincidən, ikincidən Xitayğa bunu köz qoyduğumuzga mən işinəm. İnşallah, inşallah. Boldu rəhmətim də.